bitta juda katta muvaffaqiyatli insonni oldiga bir yoshroq bola keladi-da, men sizga o'xshab muvaffaqiyatli bo'lmoqchiman deydi. Shuning uchun sizdan o'rganishga keldim deydi. Bo'ldi, yaxshi, men bilan 2 hafta yurasan, yashaysan, ko'rasan, o'rganasan deydi. Bo'ldi deb bola 2 hafta u bilan birga vaqt o'tkazadi. Qarasa, u odam unga umuman e'tibor qilmayapti, hech narsa o'rgatmayapti. Bola e'tiroz qiladi. Menga hech narsa o'rgatmadingiz-ku, vaqtim zoya ketdi-ku, desa, uzrman, seni ozgina e'tiborsiz qoldiribman. Bo'ldi, yana 2 hafta bo'l, menga imkon ber, bo'ldi, senga o'rgataman. Oradan yana 2 hafta vaqt o'tadi, yana hech narsa yo'q, u odam unga e'tibor yo'q. Jahl bilan haligi odamning oldiga boradi. Nimaga menga hech narsa o'rgatmadingiz? Meni vaqtimni zoya ketkazdingiz, mana. Bo'ldi, o'rgataymi deydi. Ha, o'rgating deydi. Yur men bilan deydi. Hovlisining oldidagi basseynga olib chiqadi-da, haligi bolani cho'ktirishni boshlaydi. Bor kuchi bilan bola intiladi. Qattiq intiladi. Qo'llarini tirnab ko'radi, tepib ko'radi, baribir kuchi yetmaydi. Hushidan ketadi suvda. Haligi odam keyin uni suvdan chiqarib oladi. O'ziga kelgandan keyin haligi bola to'palan qilish boshlaydi. O'ldirib qo'ysangiz nima bo'lardi? Voy dod, unaqa, bunaqa. Bo'ldi, o'zingni bos deydi. Men seni cho'ktirayotganimda yashashga, tirik qolishga seni xohishing qay darajada edi deydi. Men sizga uni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. O'ta katta edi deydi. Agar sen muvaffaqiyatli bo'lishni ana shu darajada xohlamasang, senga hech kim uni o'rgata olmaydi. Shu darsni oladi, haligi bola ketadi.